وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bu oyning ro'zasini tutishlik fazilatlari juda ko'p. Shularning biri gunohlarning kechirilishligi va Allohning marhamatiga yo'liqib kaforat bo'lishligiga dalolat qilgan hadiski, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Sahih Muslimda chiqarilgan hadisda aytadilarki, as-salavatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir dillah. 5 ta namozlar va o'zlarini orasida va juma ikkinchi jumagacha va ramazon keyingi ramazonigacha o'zlarining orasidagi gunohlarga kafforat bo'lishadi. Lekin ana shu holatda katta gunohlardan salomat bo'lingan holatda bo'lsa. Va yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, man sama ramadana imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kimda kim Ramazon oyini ro'zasini tutadigan bo'lsa, lekin bu ro'za bir shart bilanki imanan va ihtisaba. Imanan ya'ni uning Allohning farzi ekanligiga iymon keltirib, va ihtisaban Allohdan ana shu farzni ado qilganda ajrini umid qilib tutadigan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. O'tgan gunohlari kechiriladi. Va bu oyda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ko'p yaxshiliklar eshigini ochib, yomonliklar eshigini yopib qo'yadi. Bu mu'minlardan talab qilingan yaxshi amalga qo'l shimarishlik va yomonlikdan tiyilishlikka targ'ibdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam muttafaqun alayhi hadisda aytadilarki, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Agar Ramazon oyi kiradigan bo'lsa, osmonlar eshiklari ochiladi va jahannam eshigi yopiladi va shaytonlar zanjirlanadilar. Bu dalolat qiladiki, bu oyatda bu hadisda dalolat qilgan ma'no shuki, Alloh subhanahu va taolo bu oyda musulmonlarga ko'p marhamatlar va rahmatlar tushiradi.